Hayotingizda sodir bo'lgan eng yorqin voqeani eslang. Esladingizmi? Endi esa 10 kun oldin tushlikka nima ovqat yeganingizni xotirlab ko'ring-chi. Esingizdan chiqdi, ha? Nima uchun ba'zi narsalarni eslab qolamiz, ba'zilarini esa yo'q? O'zi umuman nima uchun ba'zi narsalar xotiramizdan butunlayga o'chib ketadi? Buning bir qancha omillari bor. Yosh bilan bog'liq muammo. Yosh o'tishi bilan miya sinapslarining zaiflashuvi xotiraning qayta tiklanishini qiyinlashtiradi. Surunkali stress, depressiya va yolg'izlik ham xotira zaiflashishiga asosiy sabablardan biridir. Xotirani saqlashga yordam beruvchi bir qancha usullar mavjud. Takrorlash bu xotirani mustahkamlashning eng samarali yo'lidir. Vizualizatsiya o'rganilayotgan ma'lumotlarni tasvirlar orqali ko'z oldiga keltirish. Assotsiatsiyalar yangi bilimlarni mavjud bilimlar bilan bog'lash. She'r yodlashda so'zlarni rasm yoki his-tuyg'ular bilan bog'lash samarali bo'ladi. Va albatta sog'lom turmush tarzi, normal rejimdagi uyqu, to'g'ri ovqatlanish va jismoniy faollik xotiramiz uchun eng kerakli va eng foydali narsalar hisoblanadi. Unutmang, yaxshi xotira sizga tezroq o'rganishga, aniqroq fikr yuritishga va hayotda muvaffaqiyatli bo'lishga yordam beradi.